Do'stlar, bemorimiz 46 yoshdalar. Endoskopik stabiloplastika jarrohlik amaliyotimizni o'tkazamiz. Bemorimiz otosklerroz diagnozlari bilan murojaat qilib kelganlar. Hozir operatsiyadan oldin eshitishlarni oldin tekshiramiz va keyin. Pahlavon aka, orqamdan so'zlarni qaytaring. 22, 53, 53. Eshitmayapsan o'zi? Ha, o'zi eshitmayapman. 53. Ko'rishingiz mumkin. yarim metr emas, kamroq masofadan eshitmayapsan. Hozir operatsiya qilib muammoni bartaraf qilamiz. Keyin ko'rasiz. Qotib qolgan quloq suyakchani almashtirdik. Hozir eshitishlarni tekshiramiz. Pahlavon aka, hozir yana bir marta qaytarasiz orqamdan so'zlarni, xo'p? Ha, yoping bu qulog'ingizni. Yopdingizmi? 22, 53, 44, 44, 65, 72, 84. Zo'r. Boya quloqlarni oldidan eshitayotganlar, ba'zilar baqirib gapirayotgandek. Hozir mana 5 metrdan eshityaptilar. Xudo xolasa vaqt o'tib bu yana ham ochiladi.